Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Haftaning yakshanba 19-iyul sanasida biz Sergeli mashina bozorini tashqi taraf va Navislardan, inomarkalardan sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Video yoqsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, fikrlarni kommentariyada yozasizlar. Keyingi videolarda qaysi modellarni ko'proq tushirishimizni xohlaysizlar, buni albatta yozib ketinglar akalar. Biz chiroyli qilib egasi ruxsat berganlarini hammasini qo'ldan kelgancha obzorini qilishga harakat qilamiz. Like'larni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz obzorlarda boshladik akalar. Qani bo'lmasa ketdik. Hurmatli obunachilar, Kia Seltos so'ragan obunachilarimiz mana Sergeli mashina bozorida navbatdagi Kia Seltosimiz 2023 kraskalari top-toza ekan, eng fullidan luklari ham bor. 112.000 probeg yo'l bosgan. Probegi bir qator hozir narxini ham so'rab o'tamiz. Qani necha pul so'rayapti? Xo'p, mana salonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Konditsionerlarimiz ishlab turibdi muzdagina. Yopilishlar. 20 ming dedingizmi aka? Kelishlar. Kami bor, 20 ming so'rab turishibdi. Kami bor ekan. Xo'p, telefon nomerlari 90lik 909 88 77 nomeriga telefon qilsanglar, Kia Seltosimizni ma'lumotini olasizlar va baraka qilib ketaverasizlar akalar. Like bosish esdan chiqmasin. Davom etamiz. Bittagi modelimiz akalar Creder. Ko'rsang 30 ming probegda mashinamiz. Hozir bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Salonlari. Bu komfort plusda yuradi bu. 2024 30 ming yurgan kraska top-toza. Yandex qilsa Comfort Plus'da yuradi deyishyapti akalarimiz. Eng komfortidan luklarigacha bor. Mana nomerlari. 13 ming dedingizmi? 13,5 ming. 13,5 ming so'ralyapti. Kami bor ekan. O'sha kelishamiz deyapti. Telefon qilasizlar. Qolgan ma'lumotlari telefonda bo'laveradi. Xo'p. Bu yoqda Kia'lari ham bor ekan. Bu necha pul ekan? Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Hyundai Sonata so'raganlar uchun 2020-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Kraskalari top-toza ekan. Probegini hozir sizlarga ko'rsatamiz. 22.635 yuribdi. 6-pozitsiya deyishdi akalarimiz. Kamchiligi xohlagan proverka bemalol tekshirib turib ko'rsatib olaversin deyapti. Salonlarimiz holati. Va orqadan ko'rinishlari mashinamizni. Top-toza, xohlagan joyga tekshirtirib ko'rsatib bemalol olsanglar bo'laverar ekan mana. Orqalari va diska holati. Narxini qancha dedik aka? Narxiga keladigan bo'lsak 20.500 kami bor ekan. Telefon nomer 91 537 91 537 38 38 99. 99. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ma'lumotini olaverasizlar. Mana shu yerda 5 ta mashina bor ekan, Yusuf akamizning mashinalari. O'zlari endi ma'lumotlarni bir qator beraveradi. Aka, ma'lumotlarni bersangiz. Hop, BYD Han 20-yil, ikkita motorli, kraskalari top-toza. Kraskalar top-toza. Qirilgan, sirilgan unaqa joylari yo'q. Holati zo'r. Bu 80 ming, 82 ming bilan kirib kelgan 20-yilda. Hozirgi kundagi narxi 25 ming. 25 ming. Holati zo'r. Hozir shu beriladigan narximni undan ham Bu narsa o'tib beramiz. O'tib berasiz. Bularda generalniy bo'lmaydi? Yo'q, aformat qilgani yaxshiroq. Generalniyning yaxshi tarafi to'g'ri $100, puli arzon. Lekin yomon tarafi eri yo'q, xotini o'tib qolsa merosga o'tib ketadi. Shuning uchun minuvchilarga tavsiyam aformat qilib olishsa yaxshi.
1-2 oy meni sotib olaman desa, unda generalni tavsiya qilamiz. Ha. Yo tirikchilik har xil ish. Ha, tirikchilikdagi odamlarga ham o'zi bilishadi o'zi kam ko'stini. Bo'lmasa buni kelishtirib chiroyli O't beradigan joyi bor. kraskalari toza. Top-toza. Top-toza. Malibu ham sizda? Hop, Malibu 22-yil Premier. Premier. Premierning oxiri. Kraskasi toza, 57 ming yurgan. Puli 26,5 ming so'raymiz. Buni ham ozgina o't beradigan joyi bor. 4 ta yaxshi balon qo'yib qo'yilgan. Qolgani zavodskiy holatda. Benzinda bu? Benzinda. Aha. Bu gaz qo'yadigan variantimi? Bunga faqat propan qo'yib bo'ladi, turbinada 22-yilga. Propan. Keyin xuddi mana shunaqa Premier qilib qo'yilgan 18-yilimiz ham bor. Aha. Uni puli 21 ming. Unga metan ham propan ham tushiradi, farqi yo'q. Ha, u yerda bu hozir yo'q bu yerda. Ha, u ko'chada turibdi. Ha, ko'chada turgan ekan. Malibu qiziqqanlar bo'lsa, Malibu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 98 301 66 67. Xo'p, Traversimiz Aha. 20-yil 114 ming yurgan. Kraskasi bitta orqa eshikda. Yuzaki qismida ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Polni shumka qilingan. Mers hadovoy qilingan. Yurishlari vobshe doda yumshoq yuradi. Boshqa Traverslar bilan farqi shunda. Puli 29,5 mingdan bu narsa o'tib beramiz. 29,5 ming. Barterlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. Barter. Bu nechta o'rindiqli? Bu Kapitanskiy 7 ta o'rindiqli. Kapitanskiy. Bu ano semenliga zo'r mashinada. Ota-onalarni ayirishga, semenli o'tbetlarga borib kelishga ham zo'r. Xo'p, bu mashinamiz koreyskiy Torres bo'ladi. Driver Torres. avtosalonda sotilgan. Ha, koreyskiy bu. Koreyskiy. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Yurishlari ham yumshoq, rasxoti ham realniy 7 ta 8 ta. 7 ta 8 ta. Bu 4400 kilometr yurgan 23-yil, rangi ham neobichniy rang. Salonlari ham xuddi shunaqa rangda, juda ham go'zal. Xo'p, buni pulini 30 ming qilib beramiz. 30 ming. Salonda 46 mingga olingan. Vaqtida. Hozirgi kunda shunaqa narx. Ha, bo'lmasa Xo'p, Trailblazer mashinamiz Trailblazer. 21-yil, 24,5 ming kilometr yurgan top-toza. Aha. Kuzovi ham, texpasporti ham 21. Zavodskiy holatda, offroadlarga, bu ham semenliga zo'r mashina, 7 ta mestali. 7 ta mesta. Buni ham o'zini xaridorlari juda ham ko'p. Bularning ham puli ancha hozirgi kunda qaytib qoldi. Hozirgi kunda 29 ming qilib beramiz. 29 ming, ha. Mana bu yerda oq rangimiz ham bor. Oqami bu sizda emasmi? Bu qo'shnimniki 20-yil 88 ming yurgan, uchta joyda kraskasi bor. Bu nima? Bu ham turib. Bu ham Trailblazer, faqat облицовкасini boshqa qo'yilganda. Ha, faralar qoraytirib, ozgina xarajat qilib qo'yilgan. Puli 19,5 ming. 19 qilib beramiz. Yili probegi kraska. Yili 20-yil, kraska 3 ta detal, kapotni burchagi, krillo, eshik shopir tarafdan. Puli 19,5 ming qilib beramiz. 19,5 ming. Bu yoqda xuddi shunaqa oqimiz ham bor. 20-yil, kraskalari top-toza, propallari bor. 105 ming kilometr yurgan. Buni 23,5 ming qilib beramiz. Ha, bu arzonroqmi? Ha, bu 100 mingdan oshiq yurganda 105 ming yurgan. Nomerlarimiz shu 98lik 301 66 67. Keyin bu mashinamiz ham bor. 26-yil Sonet. Salondan chiqsa 21 ming bilan chiqadi. Buni 18,5 ming bo'lsa berib yuboramiz. 18,5 ming. 2,5 ming kilometr yurgan yep-yangi mashina. O'zingizlarda ham qanaqadir mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilib sotib beramiz. Inomarkalar bo'lsa, Inomarkalarli bo'y mashina. любой mashina bo'lsa, Hyundai, Kia, Chevrolet, Tahoe, Traverse, Lee, BYD ham mashina tanlamaymiz. mashina tanlamaymiz. 98lik 301 66 67 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xullas kalom shu nomerlar ekranga ham chiqarib qo'yamiz. Agar sizlarga shu mashinalarimiz qiziq bo'lsa, telefon qilib, ma'lumotlarni olib, baraka qilib olsanglar bo'laveradi aka. Sizga rahmat aka. YouTube kanalidan chiqyapman deyishsa bo'ldi. Ana, bonuslarni ham chiroyli qilib berishadi. Inshaalloh qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, bularni salonlarini ko'rsatmadik. Soyadan turib obzorlarni akamiz o'zi yuzlari tushmasin dedi, o'shanga ma'lumotlarni chiroyli qilib berdi. Endi bularni salonlarini menimcha hamma biladi. Ko'rsatib nima qilishimiz kerak emas deb o'ylayman. Mana. Endi balkim birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa ham bir qator baribir ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana oq variantidan, qora variantidan xullas assortimenti juda ham ko'p ekan. Barteri bor, sotadigan inomarkalar bo'lsa olib qolishar ekan. Bemalol telefon qilsanglar shu akamizga
Sizlarga chiroyli ma'lumotlarni berib o'tishadi. Shu bilan biz videoni endi yana boshqa inamarkalardan davom ettiramiz. Hurmatli obunachilar, kabish so'raganlar uchun 2023-yil probegini qancha dedik? 40 mingmidi? Bo'ldi. Probegini salondan ochib beramiz. Ko'rsating deyapti video bilan dedi. Xo'sh. Qirq besh ming 463 probegda kabishimiz. Biz look kraska qayerda? Kraska. Kraska yo'q. Ikkilik motor. Ha? Fulldan bitta past, ikkilik motor. Ha, fulldan bitta passa. Oldi faktroniklar qo'yilgan. Ha, faktroniklar qo'yilgan ekan. Narxini qancha qildik? 23500 kelishtirib berdilar. 23500 kelishtirib chiroyli qilib berishar ekan. Telefon nomerini berishni xohlamadi akamiz. Shuning uchun nomerlarni qo'ya olmaymiz akalar.